والله عز وجل يباهي ملائكته. Arafa kuni odamlar ihromda bo'lib, Allohga duo qiladilar. Allohga xorlanib, zorlanib, Allohdan gunohlarni mag'firat qilishini va rahim qilishini so'raydilar. Alloh taolo ularni bu holati bilan farishtalarga faxrlanadi. Bu kun juda ulug' kundir. Imom Malik va Bayhaqi Torh ibn Ubaydullohdan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: Arafa kuni shayton eng xor, eng haqir holatda ko'rinadi va o'ta g'azablangan bo'ladi. Chunki u kunda Allohning rahmati bandalarga yog'ilib turadi va Alloh ko'plab bandalarning gunohini mag'firat etadi. Bundan bilamizki, Arafa kuni juda fazilatli kun va u yilning eng afzal kuni. Bu kunda qilinadigan fazilatli amallardan roza tutish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Arafa kunida roza tutishning fazilati haqida xabar berib, Arafa kunidagi roza 2 yillik gunohlarga kafforat bo'lishini aytganlar. Ya'ni o'tgan yilga va kelasi yilgi gunohlar mag'firat qilinadi. O'tgan 12 oydagi gunohlar va kelasi 12 oydagi gunohlar. Arafa kuni masjidda bo'lib ibodat qilsa ham bo'ladi. Allohga ko'p duo qilish, Allohni ko'p zikrlar qilish, Allohga xorlanib, zorlanish. Chunki bu fazilatli kun duo va zikr bilan o'tkazishga loyiq va bu fazilatli kunlarning xotimasini masjidda o'tkazsa bo'ladi. Shuningdek, ayollar ham uyning bir joyini ibodatgoh qilib olgan bo'lsa va shu yerda o'tirib zikr va duolar bilan mashg'ul bo'lsa ham bo'laveradi.